Shahrisabz davlat pedagogika institutida zamonaviy pedagogik ta'lim xalqaro, milliy va mintaqaviy ko'rinishlarda forumi doirasida o'quvchi, tarbiyachi, vazifa va muammolar mavzusiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy amaliy anjuman tashkil etildi. Tafsilotlar haqida muxbirimiz xabar qiladi. Mazkur nufuzli anjumanda Gretsiya, Braziliya, Hindiston, Xitoy, Rossiya va boshqa 10 ga yaqin xorijiy davlatlardan 60 dan ortiq taniqli olim va mutaxassislar ishtirok etishdi. Unda pedagogika sohasidagi dolzarb muammolar, o'qituvchi va tarbiyachilarning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, ularning kasbiy malakasini oshirish hamda zamonaviy ta'lim jarayonlariga ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish masalalari keng muhokama qilindi. Shu bilan birga pedagogik faoliyatda innovatsion yondashuvlarni joriy etish, yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlarni saqlab qolish va ularni rivojlantirish yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratildi. Pedagogika sohasida aynan salohiyatli ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlashga nihoyatda katta e'tibor qaratilmoqda. Aynan bugungi anjumanimiz mana shu ishlarni amalga oshirishda nihoyatda o'z o'rniga ega va bu anjumandan olingan natijalar barchasi amaliyotga joriy etilib, hozirgi kunda mavjud muammolarning yechimiga qaratilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xalqaro anjuman shubalarga bo'lingan holda o'z ishini davom ettirdi. Unda professor o'qituvchilar tomonidan mahorat darslari, davra suhbatlari, interaktiv taqdimotlar tashkil etildi. From the University of Thessaly. Men Gretsiyaning Fessali universiteti boshlang'ich ta'lim kafedrasida faoliyat olib boraman. Konferensiyada chet davlatlardan kelgan hamkasblarim bilan birgalikda ishtirok etayotganimdan mamnunman. O'zbekistonning tarixi, xalqi, mehmondo'stligi, bag'rikengligi haqida ko'p marotaba eshitdim va nihoyat yurtingizga kelish nasib qildi. Hayajonim bejiz emas, chunki bu buyuk Iskandar bosib o'tgan yerlar ekanini bilaman. Keyinchalik bu yo'llar rivojlanib, Osiyo bilan Yevropani bog'lovchi yo'llarga aylangan. Hozirgacha ko'rganlarimiz juda katta taassurot qoldirdi. Konferensiya juda qiziqarli o'tmoqda, chunki biz ko'plab xorijiy universitetlardan kelgan hamkasblarimizning muhim mavzulardagi ma'ruzalarini tingladik, fikr almashdik. Men ham Gretsiya vakili sifatida o'z ma'ruzalarim bilan ishtirok etayotganimdan xursandman. Haqiqatan ham bu konferensiya ham ilmiy ham madaniy jihatdan juda samarali bo'lmoqda. Ta'kidlash kerakki, ushbu xalqaro tadbir pedagogika sohasida ilmiy-amaliy hamkorlikni mustahkamlash, xalqaro tajriba almashinuvini kuchaytirish va ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim o'ringa ega bo'ldi.